Alaykum va rahmatullohi. Mana X185 1 yoshli ko'chatlarimiz past 45, tevasi olinadi mana. Rosa 1,5 mingtani ag'bag'da bor ko'chat. Mana bo'ylari eng pasti 45 cm olinadi. Shunda ham mana 45 cmlar meva ham qiladi mana. Ashlar 2 qarich 45. Ketmaydigani yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va rahmatullohi va barakatuh. Mana X185 yong'oqlarimiz shunda mana mevalar ustida turibdi mana. Hammasi meva qilgan. Mana mevalari hozir ham turibdi mana. Tutibda ham bor, keyingi tutibda ham bor. Xudo xolasa mana. Tutibda ham bor. Yopishtirilgan bas lekin hammasi o'zi tabiiy turibdi. Mana. Mana. Xudo xolasa hammalarining ustida mevasi bor. Mana mevalari. Mana. Mevasi xudo xolasa bexijolat. Mana X185 mana. Shunda mana meva qilgan to'liq mana. Shunda mana ustidan olamizda mana. Eng cho'tkis mana ko'ryapsizlar mana. Shunda mana olamizda mana. Hammasi to'liq meva qilgan mana. Oppoq. Mana. Hammasi ustida meva turibdi mana. Bunda ustida ham meva bor ekan. Shunda mana X185 qaynog'imiz mana. Mevalari bilan alhamdulillah, Xudoga shukr. Maşallah mana kutilmagan joylari. Bularda siyrak bo'lgani uchun mevalar ko'pmadi mana. Hammasi bu mevalari bilan turibdi. Mana mevalari. Mana shularni sekin olib boryapman. Tabiiy mana. Baylab qo'yilgan bas deydi-yu mana. Alhamdulillah. Tabiiy bugun Xudo xolasa 10-chi bo'ldimi shunda? 10-chi noyabrga holat mana. O'zini borishi bo'ldi. Mana bunda 2 dona mana. Oppoq. Mana tabiiy suvda sun'iy emas ko'p joyda sun'iy baylab ko'rsatadi desiz, bunda rosa ham hammasi. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Va alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Xitoy yong'oqlarimiz hammasi shoxlagan. 185 bil meva qildi. O'tgan yil ham meva qilgan. Buni tashlab berganman sizlarga. Xudo xolasa mana shunda. Xudo xolasa taxminan 2 mingdan tevasida chiqib qoladi. Xudo xolasa Ilohim barakasini bersin. Mana yaqindan olmadi deganlarga mana holat hammasi tabiiy shoxlaganda. Buni qiziq tomoni tabiiy shox mana. Mana eng nimasi ham kaltasi ham yo'g'onligini qarang, boshmaloqdan yo'g'on. Mana hammasi shoxlagan. Shoxlamagani yo'q, meva qilmagani ham yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 185 yong'oqlarimiz 10-noyabrga 2025-yil oralarida mevasi yo'g'ini o'zi yo'q. Mana mevamiz tabiiy o'zini holati. Har birida meva bor. Meva bor. Mevalari Xudo xolasa mana bunda istegan. Mana bunda katta ekan mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammasi shoxlagan Xudo xolasa. Aksi. Yo'qsa po'chaqligi mana.